alaykum. Demak, 3-sinflar uchun 2025-yil 15-mart kuni bergan testimizni tahlilini qilib beramiz. Demak, birinchi savolda aytilishicha, Yerdan Saturngacha necha xil usulda borish mumkin ekan? Demak, Yerdan Marsgacha demak 4 xil usulda borish mumkin ekan. Xo'p, Marsdan Yupitergacha 3 xil va Yupiterdan Saturngacha 3 xil. Xo'p, bu yo'llar bir-biriga ko'paytirib qo'yilsa, jami yo'llar soni kelib chiqadi. 4 kara 3 kara 3, yana 9 kara 4, 36 xil usulda demak borish mumkin ekan. Demak, birinchi savolning javobi demak D kalitga to'g'ri kelyapti. Ikkinchi savolning javobi demak savol quyidagicha javob berishga harakat qilamiz. Perimetr 23 sm ekan. Demak, 23 ga teng ekan perimetri. Tomonlari quyidagilar berilgan ekan. Demak, bu tenglama tarzida yechiladi. Demak, bu 23 teng bo'ladi. Demak, x qo'shilgan 2x qo'shilgan 2x yana qo'shilgan 3. x 3x, x 2x 3x, 3x ga 2x demak 5x. 5x teng bo'ladi. Bu qo'shiluvchi 3 bu yoqqa ayriluvchi o'tadi. Ya'ni 23 ayrilgan 3. 20 teng 5 ni nechadir baravariga. Demak, x barobar 4 bo'lyapti. Eng katta tomonni bizdan savol qilib so'ralibdi. Demak, eng katta tomon bu mana bu tomoni bo'ladi. Ko'rinib turgan tomon eng katta tomon bo'ladi. Ya'ni 2 kara 4 qo'shilgan 3 demak 8 ga 3 qo'shsak, demak bu 11 bo'ladi. Demak, savolga javob 11 bu C kalitda ko'rsatilgan. 3-savolda yuzlanamiz. Demak, diagrammalar bo'yoqchilar 1 va 2-kunda devorning qancha qismini bo'yagani tasvirlangan. 2 kunda qanday qismini? Demak, bu 8 dan 3 ni bo'yagan va 8 dan 2sini bo'yagan. Bularning yig'indisi, ya'ni jami demak, kasrlarni qo'shishni bilamiz. Bir xil maxrajli kasrlar qanday qo'shiladi? 8 dan 3 ga, ya'ni 8 dan 2si qo'shiladi. Bu bo'ladi. Demak, surati qo'shiladi 5 bo'ladi. Maxraji o'zi o'zgarishsiz 8 deb yozib qo'yiladi. Ya'ni bu 8 dan 5 yoki 5 taqsim 8 bu bizda C kalitda ko'rsatilgan ekan. Demak, savolning javobi C bo'ladi. Demak, 4-savol taqqoslang. Ya'niki uni strelka yo'nalishi bo'yicha qaysi biri bo'lishi mumkinligini taqqoslab toping demoqchi. Demak, buni mana bu yo'nalishda aylantirib olamiz va keyin bunaqasiga tik qilamiz. Tushunarli? Demak, bu yo'nalishda aylantirib olsak, ya'ni mana bunaqa bu yerga tushadi, bu ketadi, bu oq bo'ladi. Bu qora bo'ladi, bunisi esa oq bo'ladi va uni tik qilib qo'yishimiz qoldi xolos. Shunday bo'ladi. Endi buni bitta aylantirsak qanaqa shakl hosil bo'ladi? Demak, mana bunaqa shakl hosil bo'ladi. Mana bunaqa holat bo'ldi. Bunaqa holat bo'ldi. Endi qorasi mana bu yerda oq bo'ladi. Bizda bu aylangandan keyin shunaqa bo'ladi va endi uni tik qilib qo'yishimiz qoldi. Buni olamizda, endi buni o'rtasidagi chiziq ham bor albatta. Endi boya ko'rganimizda mana bunisi rangi almashgan edi. U holda mana bunisi bizda oq bo'ladi, bunisi esa bo'yalgan qora shakl bo'ladi. Va yuqorisi mana bunisi ham oq bo'ladi. Buni tegmaymiz. Endi buni bo'yab qo'yishimiz qoldi qora rangga. Endi past qismi qora bo'lganligi uchun pastki qismini qoraga bo'yab qo'yishimiz qoldi. Mana shu turishda bo'ladi. Bu yeri oq bo'ladi, qora bo'lmaydi aksincha. Endi buni tik qo'yib qo'yishimiz, tik qilishimiz qoldi. Mana bunday qilib turib aylantirib qo'yamiz. Ya'ni bu mana bu holat. Bu qaysi javobda bor deyilsa, mana bu qismi bu yerga to'g'ri tushyapti. Mana bu qismi mana bunga to'g'ri tushyapti. Bu qismi bunga tushyapti. Demak, bu savolga javob demak B kalit deb belgilasak bo'lar ekan. Demak, savolning javobi B. Tushunoldik-a? Xo'p, keyingisi 5-savol bo'ladi. 5-savolda aytilishicha, quyidagi savol. Eng kichik xona yuzasini toping deyilibdi. Bizda eng kichigi bu chizmada adashib ketmasligimiz uchun har birini alohida topamiz. Demak, mana bu 5 bo'ladigan bo'lsa, bu 3 bo'ladigan bo'lsa, demak mana bu qismi demak 2 bo'ladi. 2 bo'ladi. Endigisi mana bu 7, bu 8 bo'ladigan bo'lsa, mana bu qismi 8ligidan 3 ni ayirib demak bu qismi necha bo'lar ekan? 5 bo'ladi. 5 kara 2 10 bo'ladi.
Aylanib olib chiqamiz. 8 kere 3 demak 24 bo'ladi. Endigisi 5 kere 7 35 bo'ladi. Hammasini topib qo'yishimiz mumkin. Va oxirgisi mana bu 2 bo'ladigan bo'lsa 3 kere 2 6 bo'ladi. Demak bizda yuzalar bo'yicha eng kichigi demak savolga javob bu 6 bo'ladi. Bu A kalitga to'g'ri kelyapti. Keyingi savol. Duradgor 9 ta yog'och taxta bor edi. U bir nechta taxta yog'ochlarni 7 bo'lakka bo'lib beriladi. Shunda taxtalar soni 33 taga yetibdi. Duradgorda nechta taxta bo'laklarga bo'lib aralandi. Bo'lib aralanganlari va bo'lmaganlari sonini topishimiz kerak bo'ladi. Demak, biz quyidagicha munosabatni tuzib olsak bo'ladi. Demak, butunlari va kesilganlari jami 9 deydi. Bularni qo'shsak 9 ga teng bo'ladimi? Ha, 9 ga teng bo'ladi. Demak, mana bu bo'linmaganlari, mana bu bo'linganlari deylik. Bo'linganlarini 7 tadan bo'lakka bo'lyapti. Bo'linmaganlarni o'zida qoldirib bittaga ko'paytirib qo'yaveraman. Ya'ni bu yerda hosil bo'lyapti 33 hosil bo'lyapti. Bu tenglamani endi yechishim qoldi. Xo'p. Nima bo'ladi desa 7x qo'shilgan 9 ayrilgan x. Bu nima bo'ladi desa bu 33 ga teng bo'ladi. 7x ga x qo'shaman va 9 bilan 33 ni bir joyga to'playman. 7x qo'shilgan x teng bo'ladi. Mana bu qo'shiluvchi 9 esa bu yoqqa nima o'tadi? Ayriluvchi bo'lib o'tadi. 33 ayrilgan 9. Bu 24 bo'ladi, bu esa 6x bo'ladi. 24 6 kare necha bo'ladi desa, demak x barobar 4 bo'ladi. Tekshirib ko'ramiz. 4 tasi va 5 tasi bo'ladi, to'g'rimi? 5 tasi butun bittadan 5 ta bo'ladi. 4 tasi 7 tadan 28 taga 5 ta, demak 33 ta bo'lyapti. Demak, nechtasini bo'laklarga bo'lib aralangan desa, u holda savoliga javob mana bu 4 tasini desak bo'lar ekan. Demak, savolning javobi 4 bo'ladi. Demak, bu A kalitda ko'rsatilgan. 7-savolga yuzlanamiz. 7-savolda aytayaptiki, mana bu 0 va 1 oralig'i nechta bo'lak bo'lsa, shu qismicha bo'ladi. Ya'ni 1 bo'lak, 2 bo'lak, 3 bo'lak, 4 bo'lak, 5 bo'lak. Ya'ni birinchisi 1 taqsim 5 bo'ladi. 1 qo'shib ketilaveradi suratga. 2 taqsim 5, 3 taqsim 5, 4 taqsim 5. Mana bu 5 taqsim 5 bu o'sha 1 butun bo'ladi. Keyingisi 6 taqsim 5, 7 taqsim 5, bunisi 8 taqsim 5, keyingisi 9 taqsim 5 va 2 10 taqsim 5. Ya'ni 10 ni 5 ga bo'lsak 2 bo'ladi demoqchiman. Endi bularni hammasini belgilab oldik. Savol mulohazali savol edi. Noto'g'risini toping deyapti. Bizda nima deyapti? To'g'risini so'ramayapti. Noto'g'risini toping deyilyapti. Demak, mana bu 3 burchak necha chiqdi bizda? 3 burchak chiqdi, 8 taqsim 5 bo'ldi. U 8 taqsim 5 deb yozib olamiz. 8 taqsim 5. 6 taqsim 5 dan kattami desa, bu ha, to'g'ri bo'ladi. Umumiy shu ko'rinishda to'g'ri bo'ladi. 8 taqsim 5 5 taqsim 5 dan kattami desa, bu ham to'g'ri bo'ladi. 8 taqsim 5 7 taqsim 5 dan kattami desa, bu ham to'g'ri bo'ladi. Lekin mana bu yerda 8 taqsim 5 1.3 taqsim 5 dan katta deya olamizmi? Tekshirib ko'ramiz. Ya'ni mana buni ko'paytirib bu yoqqa qo'shamiz. Ya'ni bu 5 kere 1 qo'shilgan 3 taqsim 5. 8 taqsim 5 dan kattami deyilsa, bu 8 taqsim 5 kichik 8 taqsim 5 bo'lishi mumkin emas. Demak, bu yerda xatolik mana shu qismida ekan. Demak, bizdan xatosini so'ragan edi, xatosini topib ko'rsatdik. Bu D kalitda ko'rsatilgan. Xo'p, 8-savolga o'tamiz. 8-savolda aytilishicha, mana bu 3 ta, 2 ta bitta, har biridan 3 ta, 2 ta bitta bo'lyapti. Har bir ustun va har bir qator va har bir satrda o'sha har biri bittadan bo'lsin demoqchi. Demak, mana bu 1 ga teng, to'g'rimi? Bu 2 ga teng, mana bu esa 2 ga teng. O'z-o'zidan mana bu yerga 3 qo'yamiz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar 3 ta belgisi bor shakl qo'yiladi, to'g'rimi? Juda yaxshi. U holda bizdan mana buni so'rabdi, to'g'rimi? U holda javob beramiz. Mana bu yerga 3, bu yoqqa 2 qo'yilsa, o'z-o'zidan mana bu yerga 1 qo'yiladi, to'g'rimi? 1 qo'yildi. Endi mana bu yerga 1 qo'yib bo'lmaydi, mana bu yerga 2 qo'yib bo'lmaydi. U holda mana bu yerga 1, 2 qo'yib bo'linmaganda o'z-o'zidan mana bu yerga qo'yish amalga oshiramiz. Ya'ni mana bu yerga 3 bo'ladi. Chunki u taxtalardagi shunday joylashtirilgan har bir qator ustun va har bir geometrik shakldan bittadan bo'lsin deyilgan edi. Endi esa mana bu yerga 1 qo'ya olamanmi? Yo'q, qo'ya olmayman. Bu yerga 1 qo'ya olmayman, bu yoqqa 2 qo'ya olmayman. U holda mulohaza qilaman. Mana bu yerga 1 qo'ya olmayman.
Bu yoqqa 2 qo'ya olmayman, to'g'rimi? U holda mana bu yerga 3 qo'yaman-da. U holda o'z-o'zidan bu yoqqa 1 qo'yishimga to'g'ri keladi. Mana endi munosabat to'g'ri bo'ldi. Endi bu yerga 1 qo'yilishi kerak bo'lib qoldi. Demak, 1 qo'yilishi kerak bo'lgan javob bu bizda mana bu 3 degani emas. Bu 3 degani ham emas, bu 2 degani ham emas. Albatta bu 1 bu D kalitda ko'rsatilgan bo'ladi. Demak, savolning javobi D bo'ladi. Tushunib oldingmi? Xo'sh, keyingi savol 9-savol bo'ladi. Nozim bir nechta doiralarni rasmda ko'rsatilgandek yonma-yon qilib qo'ydi. Xo'p, mana ko'rsatilgandek. Xo'p. Nozim bu doiralarning har birini sariq, qizil yoki yashil rangga bo'yamoqchi. Nozim bunda har biriga tegib turuvchi doiralarni turli ranglarga bo'yashni xohladi. Ha, tushunarli. Bunda uni nechtasi yashil rangga bo'yalgan bo'lishi mumkin deyilyapti. Sariqqa bo'yab chiqishimiz kerak. Demak, qo'shni doiralar sariq bo'lmasligi uchun mana bular sariq bo'ladi. Ya'ni mana bular sariq bo'ladi. Istagan birortasini yashilga o'zgartirib ko'ramiz. Yashil bo'lsa, masalan, mana buni yashil qilib ko'raylik. U holda mana buni yashil qila olaman. Mana bunisini yashil qila olaman va mana bunisini yashil qila olaman. Qizil rangga ham bo'yab qo'yay, ortiqchasi qolib ketmasligi kerak. Xo'sh. Bizda aytilgani bo'yicha, demak, qizil, sariq, yashil. Demak, bu yoshlarni amalga oshirdik. Demak, bu yerda ozgina kamchilik bo'ldimi ekan? Demak, yashilga bo'yaydigan bo'lsak, yashil qismi mana buni ham yashilga bo'yab ko'ramiz. Mana bu ham yashil bo'ladi, mana bu ham yashil bo'ladi va oxirida mana bunisini yashil qilsak bo'ladi. Demak, qo'shni emas-da. Endi qizilga bo'yashimiz qoldi. Bizda qizil rangga bo'yaymiz. Mana bu 1, mana bu ikkinchisi, bu uchinchisi, bu to'rtinchisi va mana bu 5-si bo'ldi. Demak, har biridan 5 tadan bo'lar ekan. Tushunarli? Qizil 5 ta, demak, yashil 5 ta, har biridan 5 tadan bo'ldi. Va qizil, sariq, sariq ham 5 tadan ekan. Har birida 5 tadan bo'ldi. Bu demak, o'sha yashil 5 ta desak bo'laveradi. Har birida 5 tadan ekan. Xo'p, 10-savolga yuzlanamiz. 10-savolda aytilishicha, ketma-ketlik berilgan ekan. Bular hammasi birga farq qiladi. Albatta, ketma-ket bo'lgandan keyin endi so'roq o'rnidagi holat bo'yicha savolga javob berish kerak ekan. Demak, bu quyidagicha bo'lar ekan. Endi tekshirib ko'ramiz. Xo'p. Biz diqqat qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu yerda. Masalan, mana bu yerda ketma-ketlik bo'yicha bizda A deyilgan. Mana bu yerda ham A, S, S. Endi bu yerda biz mantig'i bizga ma'lum bo'lganligi uchun quyidagicha bo'ladi. Mana bu 1 bo'lsa, bu ham 100 ichidadir bu. Bu 100 ichi, bu ham 100 ichi bo'lsa. Endi u keyingisi bu 200 bo'ladi. Albatta bu 200larning boshlanishi 200 bo'ladi. Undan oldingisi 199 bo'ladi. Undan oldingisi 198 bo'ladi. Qani tekshirib ko'ramiz u holda. Xo'p, demak, mana bu 2 bo'lgandan keyin S'larning hammasi 2 bo'ldi. A 1 bo'lgandan keyin A'larning hammasi mana 1 bo'ldi. Keyingisi B bizda 9 midi? 199, B ham 9 bo'ldi. E demak 198 8 E bo'ldi. Keyingisi D 0 bo'ldi va bu D 0. Haqiqatan 198, 199, 200 va 201 ekan. Endi o'rniga yozamiz. Demak, A'lar necha bo'ldi? Demak, A 2 bo'ldi. B 9 bo'ldi. A 1 bo'ldi. Keyin B esa 9 bo'ldi. Keyin esa S 2 bo'ldi. 192. A B B. Demak, bu 199 bo'ladi o'rnida. S D D. Demak, bu 200 bo'ladi. Va keyingisi S D A. Demak, 200 chi bo'ladi? 1 bo'ladi. S D A. Demak, A 1 bo'ldi. Endi bularni qo'shib qo'yishimiz qoldi. Mana bunisi 200 bo'ladi. 200 qo'shilgan 200 ga teng. Mana bu demak oxirida yana A D bor ekan. Demak 110 ga teng. Endi bularni qo'shib qo'yishimiz qoldi. Endi qo'shishimiz kerak. Xo'p, qo'shish qanday bo'ladi? Ya'ni 2 ga 9 ni qo'shsak 11, 11 ga demak 0 yana 11,
Mana bu 12 va 0 bilan 12 ning ikkisi bir yodimizda bo'ladi. Demak, 12 ning ikkisi bir yodimizda. Keyingisi 9 ga 9 ni qo'shamiz. 18, 18 va 19. 19 ga 1 qo'shsak 20 ning 0 2 yodimizda bo'ladi. Demak, 1 ga 2 ni qo'shamiz 3, 3 ga 2 5, 5 ga 1 6, 6 ga 1 7. Va 7 ga mana bu 2 dildagi bilan demak 9 bo'ladi. Demak, bu 902 nimaga teng desa, demak B bizda 9 bo'ldi, to'g'rimi? B qo'yamiz o'rniga. 0 bizda D bo'ldi, to'g'rimi? D bo'ldi. Va 2 bizda S bo'ldi. B, D, S degan holat o'rinli bo'lib chiqdi. Demak, B, D, S bu D kalitga mos keladi. Demak, bu rebusning javobi D kalit ekan. Keyingisi. Demak, 45-o'rinda turgan sonni aniqlash kerak ekan. Demak, bitta 1, ikkita 2, 3ta 3, 4ta 4, 5ta 5 va hokazo ketgan, ha. Endi bu turishda qo'shib ketaveramiz. 6ta 6, 7ta 7, 8ta 8, 9ta 9. Xo'p, 1 ga 2. 1 ga 2 3, 3 ga 3 6, 6 ga 4 10, 10 ga 5 15, 15 ga 6 21, 21 ga 7 28, 28 ga 8 36, 36 ga 9 45 ekan. Demak, 45-o'rindagi son demak mana bu yerdagi 9 45-o'rin bo'ladi. Undan oldingi 9 ham 44-o'rin bo'ladi va oxiridagi 9 ni 9-inchisi, 9 ta sonda 9-inchisi 45 bo'lar ekan. Demak, bu 45 bo'ladigan 45-o'rinda turgan son bu 9 bo'ladi. Ya'ni savolning javobi bu D bo'ladi. Xo'p, keyingi savolda aytilyapti, 12-savolda. Demak, hosil qilish mumkin bo'lgan eng katta natija deyapti. Eng katta natija qavuslarni qo'yib qilishimiz kerak ekan. Qavusni mana bu yerga qo'ysak bo'ladi. Ya'ni bu 9 qo'shilgan bu 1, ya'ni bu 10 bo'ladi. Agarda qavusni nimaga unday qo'ydingiz deyilsa, masalan, mana bu yerga qo'ysam bu 12 bo'ladi. 72 ni 12 ga bo'lsak 6, 6 dan 3 deyarsak bu 3 chiqadi. Demak, eng ko'pida bo'lmay qoladi, to'g'rimi? Bizda eng katta qiymati deyilganligi uchun boshlang'ich holat bo'ladi. Demak, bu 9 bo'ldi. Qavusni bu yerga qo'ydik va bu 1 bo'ldi. 9 ga 1 ni qo'shsak, demak bu 10 bo'ladi. Demak, bu savolning javobi demak A kalit mos keladi. Keyingi savol 13-savolga yuzlanamiz. Velosiped haydashni demak nima qilar ekan? Yoqtirar ekan. O'ynayapti velosiped haydash. Endi o'ngga burila olmaydi deyapti. Faqat chapga burilishni biladi deyapti. Chapga burilishni bilar ekan. Demak, chapga qarab burilib ketishimiz kerak bo'ladi. Demak, chapga qarab burilishimiz kerak. Mana bu strelka bo'yicha chapga burilishimiz kerak, ha? Demak, bu birinchisi mana bu yerdan bitta chapga burilyapti. Keyin mana bu yerga kelib yana ikkinchi chapga burilyapti. Bu yerga keladi va mana bu yerdan uchinchi chapga burilib turib B manzilga yetadi. Nechta burildi deyilsa bitta. Mana bunisi ikkinchi burilish, ikkita chapga va mana bunisi uchinchi burilish. Demak, eng kam sondagi burilish shunday bo'ladi. Bo'lmasa mana bu yerga qarab kirib ketsa, burilishlar soni oshib ketadi, aylanib yurishiga to'g'ri keladi va u ko'p sondagi bo'lib qoladi. Demak, bizda 3 ta bo'ldi. Bu 3 ta bu A kalitga mos keldi. Xo'p, 14-savolda aytayaptiki, 14-savolda Ravshanning onasi unga xaltachadan bir dona konfet olishga ruxsat berdi. U konfetlarni ko'ra olmaydi. Xaltachadan har bir rangli konfetlar soni quyidagilarda ko'rsatilgan ekan. Demak, ko'rsatilgan qizillar nechta? Olov rang, sariq, yashil, ko'k, pushti va siyoh rangli konfetlar turibdi. Bu tanlashni rangiga qarab bilmaydi, rangini aksincha bila olmaydi deyilgan. Qizil rangli konfetni olish ehtimoli deyapti. Qizil rangli konfetlar bizda 6 ta. Olov rangli konfetlar esa bizda 6 bilan 4 ning o'rtasida 5 ta. Sariq ranglilar demak 3 ta. Yashil ranglilar ham 3 ta. Ko'k ranglilar 2 ta. Pushti ranglilar 4 ta va siyoh ranglilar demak 2 ta. Bularni qo'shib chiqamiz. Demak 6. Xo'p, ketma-ketlik yozamiz. 6 5 3 3 qo'shilgan 2 qo'shilgan 4 qo'shilgan 2. Demak, mana bu 10 bo'ladi. Plus
5, 3 va 2 bilan yana bitta 10 bo'ladi. Keyingisi esa 5 bo'ladi. Ya'ni bu 25 ta bo'ldi. Demak, jami konfetlar soni 25 ta ekan, to'g'rimi? Endi 25 tasi nima bo'ladi? Jami 100% bo'ladi, to'g'rimi? Holda bittasi necha foizligini topamiz. Bittasi nima bo'ladi? 100 ni 25 ga bo'lsam 4% dan bo'ladi. Demak, bizda qizil konfetlar deyilganmida bittasi 4% dan bo'ladigan bo'lsa, 4% bo'ladigan bo'lsa, u holda 6 karra ko'paytiramiz. Ya'ni 6 ko'paygan 4% bu 24 ta desak, 24% desak bo'ladi. Ya'ni bu 24% bo'ladi. Demak, bu ham javoblarda yo'qligi uchun javobimiz demak 24% bo'ladi. Bu 24% savolga to'g'ri javob bo'ladi. Demak, sizga ball qo'shib berilishi kerak bo'lgan savollar qatoriga bu savolni kiritamiz. Demak, bu savolning javobi 24% bo'ldi. 15-savolda aytayapti. 15:06 bo'lsa, bu 15-iyun bo'ladi. Demak, 15-iyundan xo'p, keyingi sentyabr oyining 10-sigacha sayohatda bo'libdi. Demak, sayohat qancha davom etganligi savol qilib so'ralgan ekan. Diqqat qiladigan joyi ta'tilga ketgan kuni yetib boribdi. Demak, 15-dan 15:06dan boshlangan va sayohat 10:09da, ya'ni 10-sentyabr kuni qaytib kechgacha yetib keldi deyapti. Demak, 10-sentyabr kunigacha 10-sentyabr ham kiradi, ya'ni 10:09gacha qancha bo'ladi deyilyapti. Ya'ni 16-iyunga qancha qo'shsam, iyun oyi 30 kun, to'g'rimi? 30 kun bo'lsa, demak 10 buni topishni oson yo'liga o'tkazadigan bo'lsak, 30 dan 15 ta ayirib turib 1 qo'shaman. Ya'ni o'sha borgan kuni ham dam olgan. Shartda aytilgan, chunki bu 16 kun bo'ldi. Keyin bu iyunni bo'ldi. Iyun oyida, demak 16 kun. Demak, iyul oyini hisoblayman. Iyul oyini hisoblaydigan bo'lsam, ya'ni bu iyul oyi 31 kun. Demak, 31 kun to'liq. Ya'ni 31. Endi 31. Avgustni hisoblayman. Avgust oyi ham 31 kun. 31 kun bo'ldi. Va sentyabr oyi 10 kun. Demak, 10-sentyabr ham dam olgan. Chunki o'sha kun kechgacha yetib kelgan deyilganda, demak 10 kun deyilyapti. Endi bu kunlarni qo'shib chiqishim kerak. Xo'p, 16 ga 10 ni qo'shsam, demak 16 qo'shilgan 10 qo'shilgan 31 qo'shilgan 31. Ya'ni bu 62 bo'ladi, bu esa 26 bo'ladi. Bular jami 88 kunni tashkil qilar ekan. Demak, savolga javob 88 kun dam olgan. Demak, bu 88 bu S kalitiga to'g'ri kelyapti. Endi 16-savol. 280 kishi demak dam olmoqda ekan. Yakshanba kuni 3 ta yetakchi, ya'ni 280 tadan, demak 3 ta yetakchi va 47 ta o'quvchi sayohatga, 14 nafar o'quvchi va bitta murabbiy boshchiligidagi suzish bo'yicha musobaqaga ketdi deyapti. Ya'ni bu hozir 3 ta murabbiy va 47 ta o'quvchi va 14 ta o'quvchi va bitta murabbiy deyilyapti. Endi bu ketganlarning jami soni. Endi barobar nechta qoladi, dam oluvchilar qolgan deyilyapti. Endi bu natijani hisoblashimiz bizga yakuniy natijani chiqarishimizga xulosa qilsak bo'ladi. Demak, mana bu ikkisi 50 bo'lyapti, mana bu ikkisi 15 bo'lyapti. Demak, bu 65 ta chiqib ketyapti. Ya'ni 280 dan 65 ta ayiradigan bo'lsak, 215 ta demak qolyapti deb xulosa qilsak bo'ladi. Demak, bu 16-savolga javob. Demak, bu 215 tani, ya'ni bu A javobda ko'rsatilgandek bo'lyapti. 17-savol. Kamolda demak nechta daftar bor ekan? Kamolda demak 9 ta bor ekan. Endi bu Nodirning daftarlaridan 2 marta ko'p ekan. Bu Nodirning daftarlaridan 2 marta kam.
kamol kam ekan 2 marta. Qaysi sondan 9 kare 2 dan kam bo'ladi? Demak 18 ta bo'ladi. Tushunib oldik a? Demak 9 qaysi sondan 2 marta kam desa 18 dan 2 marta kam. Endi o'sha kamol davomidan lekin sadrning daftarlaridan 3 marta ortiq. Demak sadr kamroqda, demak 3 bo'ladi. Endi diqqat qilamiz. 9 soni 18 dan 2 marta kam. O'sha 9 soni 3 dan 3 marta ko'p. Demak shart qanoatlandi. Demak bizdan nodir demak 18 ta, sadr esa bizda 3 ta. Ularni daftarlari farqi deyiladi. Daftarlari farqi demak 15 tani tashkil qiladi. Demak biz bu savolga javobni 15 desak bo'ladi. Demak bu C kalitda keltirilgandek bo'ladi. Tushunarli? Demak 18-savolda aytilyapti-ki, 3 ta yo'l berilgan ekan. 3 ta yo'lni xaritadagi yo'llar ko'rsatilgan. Bu 3-yo'l, bu 2-yo'l, bu esa 1-yo'lni masofalarini hisoblab chiqib, biz bir xil tezligida yursak, qaysi yo'l sirkka eng kech olib boradi deyilyapti. Demak, eng kech olib boradi degani eng uzoq masofa nazarda tutilgan bo'ladi. Demak, birinchi yo'lni hisoblaymiz. Birinchi yo'l. Demak, bizda birinchi yo'l 216 metr qo'shilgan 245 metr. Qancha bo'ladi bu? 461 metr bo'ladi. Ikkinchi yo'lni hisoblaymiz. Ikkinchi yo'l 456 metrni o'zi, to'g'rimi? 456 metr. To'g'risiga yozib qo'yamiz. Uchinchi yo'l esa, uchinchi yo'limiz mana bu yo'l, ya'ni 214 metr qo'shilgan 217 metr. Ya'ni bu bo'ladi 431 metr bo'ladi. Xo'p, metrda ekan hammasi. Endi bizda qaysi yo'l uydan sirkka eng kech olib boradi degani masofa bir xil tezlikda yuradigan bo'lsak, biz albatta birinchi yo'ldan rosa ham kechikib boramiz, chunki masofasi uzoq bo'lganligi uchun. Demak, savolga javob shuning uchun A kalit bo'ladi. Tushunarli? Demak, savolga javob demak bu A kalitga mos keldi. Demak, buning javobi A. 19-savolda aytilyapti-ki, 80 ta o'quvchidan olma, banan, uzum va mandarin mevalaridan qaysi birini yoqtirishi so'raldi. Bizga berilgan ma'lumot bo'yicha 80 ta o'quvchi bor ekan. Demak, jami 80 ta. Bitta o'quvchi bitta mevani tanlaydi. Demak, ikkinchi mevani tanlamaydi. O'quvchilarning chorak qismi olma deyapti. Demak, olma. 80 ni 4 dan 1, ya'ni 4 ga bo'lib 1 ga ko'paytiramiz. Demak, 20 tasi olma. 20 tasi olma. Keyingisi. Yana chorak qismi banan deyapti. Demak, banan ham shunday. Demak, 80 ni 4 dan 1. Demak, 20 ta banan. Va nimchorak qismi esa uzumni yoqtirishini aytayapti. Demak, uzum nimchorak bo'ladi. Bu 80 ni 4 dan 1 bo'ladi. 8 dan 1 bo'ladi. 8 ga bo'lib 1 ga ko'paytiramiz. Demak, bu 10 ta bo'ladi, to'g'rimi? Demak, olma nechta bo'ldi desa 20 ta bo'ldi. Olma 20 ta. Banan ham 20 tadan. Uzum 10 ta bo'lgandan keyin menda nechta o'quvchi mandarinni yoqtiradi deyilyapti. Demak, bularning jamlanmasidan 80 ni ayirib tashlashim kerak. Tushunarli? 80 ni ayiraman. Uzum, banan va olmani tanlaganlarni. Ya'ni bu 50 ta bo'ladi. Menda 30 tasi o'z-o'zidan nimani tanlaydi? O'z-o'zidan demak mandarinni tanlaydi. Mandarin. Demak, mandarin qismiga tegishli bo'ladi. Bu 30. Tushunarli? Demak, savolning javobi demak bu A desak bo'ladi. Yuk poyezdi demak keyingi savol harakatga doir savol ekan. 15:00 da Toshkentdan jo'nab ketdi va 19:00 da Jizzaxga yetib bordi. Demak, 19:00 dan 15:00 da aytsa bu nima bo'ladi? 4 soat bo'ladi. 4 soat bo'ladi. Tezyurar poyezd Toshkentdan keyinroq jo'nadi, ammo yuk poyezdi bilan bir xil nima qilyapti? Vaqtda Jizzaxga yetib bordi deyapti. Demak, tezyurar poyezd yuk poyezdidan 4 marta tez yuradi deyilyapti. Demak, 4 marta tez yuradi. Xo'p. Demak, bu 4 soatda bossa, u 1 soatda bosadi-da, demak. Xulosasi shunaqa bo'ladi. 4 marta tez bo'lgandan keyin vaqti ham 4 marta kam bo'ladi.
Yo'lda to'xtamadi. Tushunarli. Demak, 1 soat sarflagan bo'ladi. Tez yurar poyezd Toshkentdan qachon jo'nab ketgan deyilyapti. Bizda hozir bu 19:00 da yetib boruvdi. Bizda endi 1 soat ertashashim kerak. Demak, 18:00 da nima qiladi? Yo'lga chiqqan bo'ladi. Demak, bu D kalitga to'g'ri kelyapti. Demak, o'quvchilar, 21-savolga yuzlanamiz. Yog'och stul ustiga 3 ta oddiy o'yin toshida ko'rsatilgandek joylashtirilyapti. Qarama-qarshilarning yig'indisi demak 7 ga teng bo'lyapti. 7 ga teng bo'lyapti. Quyidagilarning nechtasi, ya'ni berilgan sonlardan nechtasi nuqtalarning jami soniga teng bo'lishi mumkin deyilyapti. Pastki qismidan tashqari deyapti. Demak, pastini nima qilamiz? Hisobga olmaymiz. Pastni hisobga olinmasin deyilyapti. Pastni hisobga olmaymiz. Demak, endi mana bunisini hisoblaymiz. Qaraymiz. Mana bunisini. Xo'p, demak mana bu 7 bo'lsa, bitta kubni demak o'yin toshini mana bu bilan bu tomoni 7 bo'ladi. Bu bilan mana bu qismi yana ikkinchi 7 bo'ladi. Va keyingisi yuqorisi bilan pastki qismi yana bitta 7 bo'ladi. Xullas kalon 7 kara 3 bo'ladi. Demak, har qanaqasiga 21 bo'ladi. Tushunib oldik-a? 21 dan ayiraman 5 ta ro'parasida 7 bo'lish uchun 2 bo'ladi. O'sha 2 tagiga yopishib qolganligi uchun ayirib tashlayman. Demak, bu 19 bo'ldi. Endi mana bu qismini hisoblaymiz. Nima bo'ladi? Demak, bu ham 21 bo'la olar edi. Lekin mana bu 1 ni ro'parasidagi 6 bu yerga yopishib qolganligi uchun o'sha 6 ni ayirib tashlaymiz. Demak, bu 15 bo'ladi. Demak, ikkisini yig'indisi nima bo'ldi? 34 bo'ldi, to'g'rimi? O'quvchilar. Endi mana bu 5 bo'lsa ro'parasidagi 2 bo'ladi. Men 7 qo'shaman yana. 7 qo'shsam nechi bo'ladi? 41 bo'ladi. To'g'rimi o'quvchilar? Demak, mana bu yerda menda nechi borligi aniq emas. To'g'rimi o'quvchilar? Demak, men hosil qilish bu yerda bo'lishi mumkin. 1 bo'lishi mumkinmi? Demak, 41 plus 1 ya'ni 42 bo'lishi mumkin. Yes, juda yaxshi. Endi 41 bo'lsa 44 bo'lishligi uchun menga 3 bo'lishi mumkinmi? Ha, bo'lishi mumkin deya olaman. 44 bo'ladi. Mana bo'ldi. Endi menda 41 edi, 47 bo'lish uchun qarama-qarshi mana bu yerda 6 bo'lishi mumkinmi deyilsa, ha, 6 bo'lishi mumkin. Demak, 47 bo'lishi mumkin. Demak, albatta 38 bo'la olmasligi boshidan ma'lum edi. Chunki 41 chiqqandan keyin nechi qo'shsak 38 chiqishi bu mutlaqo mantiqqa to'g'ri kelmaydi. O'sha uchun bizda 38 dan tashqari hammasi bo'la oladi. Ya'ni bu 3 ta bu savolning javobi edi. Demak, bu C kalitga mos keldi. 21-savolning javobi demak C bo'ldi. 22-savolga yuzlanamiz. Demak, oynaning aksi demak ko'rinib turibdi. Demak, bu yerda 11 bilan 12 orasidagi son bo'lsa, demak, bu 11 bo'ladi. Mana bu 5 ta turgan bo'lsa, bu 5 kara 5 minut bo'ladi. 11 demak 25 bo'ladi. Asli oynadagini asli ko'rinishi. 6 soat 15 daqiqa 15 minut oldin deyilyapti. Ya'ni 6 soat 15 minut ayirib tashlagan deyapti. U holda bizda soat nechiligini javoblardan topishimiz kerak bo'ladi. Endi topib qo'yishimiz kerak bo'lgan bu soddroq. 11 dan 6 ni ayirsak, demak bu 5 soat u. 25 dan 15 desak, demak 10 minut. 5 soat 10 minut bu qaysi bo'lar ekan? Ya'ni bu soat 5 u 10. Demak, bu 5, to'g'ri. Bu yerda 5 yo'q, bu xato. Bu yerda 5 yo'q, bu xato. Bu yerda 5 ham yo'q, bu xato. Demak, 5 u 10 shu aniq to'g'ri javob desak bo'ladi. Chunki bu 5 u 9, 5 u 10 oralig'idagi vaqt, 5 u 8, 5 u 10 oralig'idagi vaqt. Demak, bu savolga javob bo'ladi. Qaysi biri to'g'ri ko'rsatilgansa, 3-chi to'g'ri ko'rsatilgan bo'ladi. Demak, savolning javobi C desak bo'ladi. Xo'p, 23-savol birmuncha mantiqiy va qiyinroq savol. Quyidagi katta qismlardan qaysi biri 3 tasini birlashtirib kvadrat hosil qilish mumkin deyapti o'quvchilar. Demak, biz buni chizib chiqishimiz kerak bo'ladi. Chizib chiqamiz qanday? Mana bunday chizamiz. Bu birinchi holat. Mana bu yana bitta holat. Xo'sh, keyingisi. Mana bu bitta holat. Har birini ustida chizishimiz kerak bo'ladi. Mana shunday chizib chiqsak, bizga aniqroq ko'rinadi. Ikkinchisi mana bunaqa holat.
har biriga chizsak bizga osonroq ko'rinib qoladi. Qaysi biri bo'lishi va bo'la olmasligi. Xo'sh, demak chizib oldik. Endi bu yerda chizishni davom ettiradigan bo'lsak, mana bu qismi sal mana bunday bo'lsa-da, mana shu qismiga mos keladi. Endi xo'sh, demak mana bu qismini ham chizib qo'yamiz. O'zi bizda ko'rinib qoldi. 3 ta shakl ajrab qoladi o'zi. Endi bu kvadrat qaysi bo'ladi deyilsa solishtirib ko'ramiz. Misol uchun mana bu qismi adashmasam mana bunga yaqin kelyapti, to'g'rimi? Nima uchun? Chunki mana buni bunday tikroq qilsam, aynan mana shu qismi hosil bo'ladi. Ikkinchisiga buni shunday to'liq 180 gradusga, ya'ni mana bu qismiga aylantirib qo'ysam, nima bo'ladi? Ikkinchi mana bu qismi ham aynan shuni o'zginasi bo'ladi. Keyingisini mana buni tik qilib qo'ysam bunaqasiga, aynan mana shu qismi mana bu qismiga mos kela oladi. Demak, bu albatta bu B kalit desak bo'ladi. Qolganlari bular to'ldirishda to'liq kvadrat bo'la olmaydi. Demak, 23-savolning javobi B kalit desak bo'ladi. 24-savolga yuzlanamiz. Shaklning perimetri deyilyapti. Mana bu qismlarni o'chirib bu yerga chizamiz. To'g'rirog'i mana shu qismlarini chizib chiqib, biz yuqoriga qilib ko'chirib qo'yishimiz qoldi. Endi buni yuqoriga ko'chiradigan bo'lsak, mana shu turishni yuqoriga nima qiladi? Yopishadi. Va bu o'z o'rnida mana bu qolib ketayotganligini ham ko'rsatib qo'yadi. Mana shu qismi nechidan bo'lsa, o'shandan perimetriga qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Oqibatda nima bo'ldi? Mana bu katta to'g'ri to'rtburchak to'ldirildi-yu, lekin mana bu qismlari bizda qolib ketdi. Biz shu qismini hisobini qilishimiz kerak va jami perimetrga qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, perimetri nima bo'ladi? Mana bu qismi 15 bo'ldi. Qo'shilgan mana bu qismi 35 bo'ldi. Ikkisini qo'shib 2 ga ko'paytiramiz va qo'shamiz yana davomini. 8 dan bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. 8 kara 6 bo'ladi. Demak, bularni qo'shib hisoblashimiz kerak bo'ladi. Demak, mana bu 50 kara 200. Demak, 100 ga 8 kara 6, 48 ni qo'shsak, demak 148 hosil bo'ladi. Demak, bu savolimiz javobi demak bu A kalitda ko'rsatilgandek 148 cm ga teng bo'ladi perimetri. Demak, tushunib oldik-a? Xo'p, keyingi savolga yuzlanamiz. 25-savolda rebusdagi A plus B plus C plus D ning qiymatini topishimiz kerak. Demak, bu qanday bo'ladi deyilsa, avvalambor rebusga qaraymiz, diqqat bilan qaraymiz. Demak, mana bu yerda demak 0 bo'lganligi ma'lum bo'lib qoldi. Bu yerga 0 tushadi. Endi nechiga 5 ni qo'shsak 4 bo'ladi deyilsa, mana bu yerga 9 bo'ladi. Biz shu holatda nima qilamiz? To'xtab turamiz. Endi diqqat bilan qaraydigan bo'lsak, mana bu C ni C ga ko'paytirsa 5 bo'lyapti, to'g'rimi? Qanaqa sonlar ko'paytmasi 5 edi? Albatta 5 bilan tugagan sonni yana 5 bilan tugagan songa ko'paytirsak, oxiri 5 bo'ladi, to'g'rimi? Bundan xulosa qilamizki, demak C 5 ekan. C 5 ligi ma'lum bo'ladi. Demak, 5 kara 5 25 ni 5i demak 2 yodimizda bo'ladi. Endi biz unaqa qilib turib ko'paytirib hisoblab o'tirmaymiz-da. Ya'ni bu 1225 ni 5 ga bo'lsak ABC, ya'ni AB 5 bo'lgan 3 xonali son hosil bo'ladi. Ya'ni bu hisoblashni amalga oshirishimiz uchun 1225 ni 5 ga bo'lsak, demak 245 hosil bo'ladi. Demak, 245 ligi ma'lum bo'ldi. Bu albatta bu 2 4 5. 245 bo'lsa, demak bu 52 bo'ladi. Demak, 245 ni albatta 52 ga ko'paytirsak necha chiqadi? Buni hisoblaymiz.
Demak bu 245 ni 2 ga ko'paytirsa bu 490 bo'ladi. Bu 6 bo'ladigan bo'lsa, mana bu 7 bo'ladi. Demak 12740 soni hosil bo'ldi. Demak hamma hisoblashlarni amalga oshirdik. Endi biz buni o'z o'rniga qo'yib yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak A plus B plus C plus D barobar. A bizda hosil bo'ldi 2. B esa bizda 4. C esa 5. D esa 7 bo'ldi. Demak mana bu 6 bo'ladi, bu esa 12 bo'ladi. Jami bu 18 bo'lar ekan. Demak savolimizga javob bu 18 desak bo'lar ekan. Demak bu savolimiz javobi A kaliti ko'rsatilgandek bo'ladi. Tushunarli? Demak bu 26-savolga yuzlanamiz. Demak 6 ta bir xil uchburchak teng tomonli uchburchak deb iboratgan shakl berilgan ekan. Shaklning perimetrini topishimiz kerak ekan. Demak 1 2 3 4 5 6 7 8. Demak bu perimetri 8 desak bo'ladi. Ya'ni perimetr bu 8 1 santimetrlikdan 8 ta bo'lsa 8 santimetr desak bo'ladi. Hop 27-savolda aytilyaptiki, demak 1 dan 9 gacha bo'lgan sonlar 6 ta raqamdagi bo'sh joylarga shunday joylashtirilganki, har qanaqasiga yig'indisi nima bo'lsin? 20 bo'lsin deyapti. 20 bo'lsin, bu ham 20 bo'lsin. Ya'niki mana bu qismi ham 20 bo'lsin demoqchi. Endi biz buni belgilab oldik o'zimiz uchun. Endi belgilash mobaynida biz topishimiz kerak bo'lgan bu yerda bir mantiq bor. Savolda so'ralgandek javob berishga harakat qilamiz. Endi ikki raqami bilan bitta qatorda bo'lishi mumkin emas deb savol so'rayapti. Uni biz topishimiz kerak. Ya'ni bu mana bu qatorda va mana bu qatordagilarni chiqarib tashlagin. Mana bulardan qaysi biri yoki qaysi biri bo'lishi bo'lmasligi haqida savol so'rayapti. Demak, ikkita raqami bitta qatorda bo'lishi mumkin emas. Demak, mana bu yerdagi bir xil ikkita turgan sonlar qaysi birlari yonma-yon bo'la olmasligi savol qilib so'ralibdi. Demak, 3 ta 20 bizda 60 bo'ladi. Demak, 1 2 va hokazo. Demak, 9 gacha necha bo'ladi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gacha. Demak, bu 45 bo'ladi. Orasiga plus qo'ymadim, hozir men olib tashlashim kerak bo'lganligi uchun. Demak 45 bo'ldi. Ikkisini ayirib tashlasak, demak 15 bo'ladi. Tushunarli? Bu 15, mana bu 8, 2 va 5 larning yig'indisi. Ya'ni bu 2 marta takrorlanganligi uchun bu tomonda bir marta 5 qatnashadi, bu tomonda ham yana 5 qatnashadi. Har biri 2 tadan bo'lganligi uchun o'sha mana shu uchovining yig'indisi 15. Endi bizda bu savol emas. Ana endi mana bu 8 ga 5 13 bo'ladigan bo'lsa, mana bu ikkovining yig'indisi 7 bo'ladi. To'g'rimi? Mana bu ikkisining yig'indisi bu 10 bo'ladigan bo'lsa, demak bu 10 bo'ladi. Bu ham. O holda mana bu ikkovisiniki 7 bo'ladigan bo'lsa, bu demak bu ikkisi 13 bo'ladi. To'g'rimi? Demak, endi qo'yib ko'ramiz. Masalan, 4 va 9 deyildi. Mana bu yerga 4 va bu yerga 9 qo'ysak 13 bo'ldi. Jami yig'indisi 20 bo'ldi. To'g'rimi? Ikkisi 13. Endigisa 10 bo'lishligi uchun 3 va 7 ni qo'yaman men bu yerga. 3 va 7 ni qo'shsam 10 bo'lyaptimi? Bunaqasiga 20 va 3 va 7 ham o'rinli bo'lyapti. Endigisa bizda necha qoldi deyilsa, bizda hozir bizdan foydalanib bo'lmaganlari, demak, foydalanib bo'lganlarni chiqarib tashlangan bo'lsak, demak, bizda 2 foydalanib bo'lindi, 3 foydalanildi, 4 foydalanildi, 5 foydalanilgan, 6 yo'q, 7 demak foydalanildi. Bor. 8 ham foydalanildi, 9 ham foydalanildi. Bizga ko'rayotgan bo'lsak, 1 va 6 foydalanilmadi. Demak, mana bu yerga 1 va 6 ni qo'ysak bo'ladi. Shu 7ligi shundan kelib chiqadi-da. Demak, biz buni o'rinli ekanligini bilib oldik. Endi bo'lishi mumkin ekan. 4 va 9 chiqib ketadi. Mumkin emasini so'rayapti. 1 va 6 bo'lishi mumkin ekan. 1 va 6 ham nima qiladi? Chiqib ketadi. Bo'lishi mumkin ekan 3 va 7. Bo'lishi mumkin ekan. Bizda
bo'lishi mumkin emas deganda, albatta bu bo'lishi mumkin bo'lmagani bu B kalitdagi 4 va 6 edi. Qiziqarli savol, tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. Demak, x va y larning yig'indisini so'rabdi. Demak, mana bu 3 kara 4 demak 12 bo'ladi. Demak, qaysi sonni 4 ga ko'paytirsam 8 bo'ladi desa, demak mana bu 2 bo'ladi. Tushunarli? Endi 8 ni 4 ga bo'lsam 8 ni ichiga bo'lsam 4 bo'ladi deyilsa, 8 2 ga bo'lsam 4. Demak 12 ni 2 ga bo'lsak, demak bu 6 bo'ladi. Demak, bu yerda noma'lumni yig'indilarini so'rayapti, ya'ni x va y larning yig'indisini so'rayapti. X qo'shilgan y, demak bu 2 qo'shilgan 6 barobar 8 bo'ladi. Demak, savolimizning javobi bu C kaliti ko'rsatilgandek. Demak, bu yerda rebus bor ekan. Bu yerda yozilgan son 26075 soni, 26075 soni qo'shilgan 40000 nechidir 59, 40000 nechidir 59, demak 40000 nechidir 59 bo'lyapti. Bo'sh qoldiryapmiz albatta. Mana bu yerda bo'lmaganligi uchun tagida. Va nechi mingdir 619 deyilgan. Demak, bu yerda 619 deyilsa, ikkita chetda ochiq qoladi. Mana shu bo'shliqlar bilan natija nimaga teng degan? 102426. Demak, 102426 ga teng deyilibdi. Demak, hisoblashni amalga oshirishni boshlaymiz. Demak, berilgan berkitilgan raqamlar ko'paytmasini so'rabdi. Demak 9 ga 5 ni qo'shsak 14, 14 ga 2 ni qo'shsak 16 ni 6si bir yodimizda desak bo'ladi. Demak bir yodimizda. 7 ga 5 ni qo'shamiz 12, 12 ga 9 21 va mana bu bir yodimizdagi bilan 22 ni ikkisi 2 yodimizda bo'ladi. Endi 0 ga 1 ni qo'shsak 1, 1 ga 0 ga 1 ni qo'shsak demak 1, 1 ga 2 ni yodimizdagini qo'shsak 3, yana 4 bo'lishligi uchun mana bu yerga 1 yetishmayotgandek. To'g'ri bo'ldi endi. Endi to'g'ri bo'ldi. Endi to'g'ri bo'ldi. Va endi 6 ga 0 ni qo'shaman. 6 ga 6 ni qo'shsam 12 ni ikkisi endi bir yodimda. Va 2 ga 4 ni qo'shaman. 6 ga 4 ni qo'shsak demak necha bo'ladi? Demak 2 ga 4 ni qo'shaman 6, bir yodimdagi bilan 7, 10 bo'lishligi uchun bu yoqqa 3 yetishmayapti. Demak bu yerda noma'lumlarni topib oldik. 1, 3, 2 ekan. Bularni ko'paytmasini bizdan so'raganda 1 kara 2 kara 3, demak bu 6, bu C kalitga to'g'ri kelyapti. 30-savolda oxirgi savolimiz. Demak A 55 bo'ladigan bo'lsa, u holda 55 qo'yamiz o'rniga. 55 ga 60 ni qo'shsak, demak 115 bo'ladi, to'g'rimi? Mana bu yerda 115 90 dan kattami desa, ha deyilgancha yo'q tarafga qarab ketmaymiz. Demak, ha tarafga kelamiz. Bu yoqqa keldik. Endi 115 soni 120 dan kichikmi? Ha deyilgancha bu yoqqa qarab o'tamiz, yo'qqa qarab o'tmaymiz albatta. Endi 120 dan u holda 86 ni ayirib natijani B ga chiqar degan xulosa bo'lyapti. Demak 120 dan 86 ni ayiradigan bo'lsak, bizda bu 34 bo'ladi. Demak 115 soni kelayotgan ekan. 115 soni kelayotganligi uchun bizda 120 ni qo'ya olmaymiz, 115 ni qo'yamiz. Ya'ni 115 dan 86 ni ayirish kerak. 115 dan 86 ni ayiradigan bo'lsak, demak 5 dan 6 ni ayirsak 9 bo'ladi va bu 2 bo'ladi. Demak savolimizning javobi demak 29 bo'ladi. Demak bu savol javobi 29 degi ma'lum bo'ldi. Demak bu ham qo'shib berilishi kerak bo'lgan savollar qatoriga kiritiladi. Sizga ball albatta umumiy natijangizga qo'shilgan holatda chiqariladi. Bizdan uzoqlashmang. Bizda keyingi testlarimiz tahlillarini kuzatib, yangi bilimlarni o'rganishda mustahkam va bardavom bo'ling.